Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Doctors Team jamoasi a'zosi Farida Mahmudova. Tayyormisiz? Bugun sindesmologiyadan ikkinchi mavzu. Bosh va umurtqalar birlashuvi haqida sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Tayyormisiz? Unda ketdik. Videoni ko'rishdan oldin Doctors Teamning YouTube va Telegram kanallariga a'zo bo'lishingizni so'raymiz. Biz bugun sizlar bilan kalla suyagi os kraniumdagi bo'g'imlar articulationis kraniyalar haqida batafsil gaplashamiz. Biz bilamiz, os kranium asosan 23 ta suyakdan iborat. Undan bittasi harakatchan, qolgan 22 tasi harakatsiz suyaklar qatoriga kiradi. Ana shu harakatchan suyak qaysi suyak desak, bu os mandibula, ya'ni pastki jag' suyagi. Biz bilamiz, pastki jag' suyagi mana shu yerda joylashgan bo'lib, asosan korpus va ramus qismlaridan iborat bo'ladi. Ramus qismida ikkita o'sig'i bo'ladi. Ya'ni processus condylus va processus coronalis, tochsimon va do'ngliksimon. Ana shu do'ngliksimon o'sig'i favea mandibularis, ya'ni pastki jag' chuqurchasiga kirib turishi natijasida harakatlanadi. Ana endi favea mandibularisni o'zi qayerda bo'ladi desak, chakka suyagida joylashgan bo'ladi. Demak, mana shu pastki jag'ning harakatlanishi hisobiga bizda kalla suyagida atiga bitta harakatchan bo'g'im bo'ladi. U ham bo'lsa articulatio tempora mandibularis degan bo'g'imimiz bo'ladi. Bundan tashqari diartrozdan tashqari sinartroz ham bo'ladi. Misol uchun choklar, suturalarni biz sinartrozga kiritgandik. Ana shular ham kalla suyagining bo'g'imlarining bir turi hisoblanadi. O'zi biz bilamiz, birlashuvlar bo'linardi. Sinartroz harakatsiz bo'g'im, diartroz harakatchan bo'g'im va bundan tashqari ba'zi bir kitoblarda dedik, gemiartroz yarim harakatchan, sunkarzozus mushaklar orqali birlashuv kabilarga bo'linadi degan edik. Demak, bosh suyagi os kraniumda bo'g'imlarning barcha asosiy turlari mavjud. Bosh suyagi gumbazi, ya'ni kalvariya kraniya suyaklari choklar orqali bog'langan bo'ladi. Kalvariya asosan tashkil qiladi tepa suyagi, ensa, peshona, chakka. Bu suyaklar kalvariyani tashkil qiladi. Asosan ponasimon va g'alvirsimon suyaklar. Mana shularni o'zaro choklar orqali tutashuvi misol bo'ladi. Xo'p, ular yosh o'tishi bilan sinastozlar, ya'ni suyak orqali birlashuvlarga aylanib ketadi. Sinastoz degani os degan suyak, sin birgalikda. Bosh suyagi asosi bazis krani, suyaklarning asosiy qismi sinxandrozlar, tog'aylar orqali bir-biriga bog'langan bo'ladi. Biz sizlar bilan sinartroz o'qiganimizda ularni 3 turga bo'lgandik. Sinxandroz, sinostoz va sindesmozlarga. Sinxandroz tog'ay orqali, sinostoz suyak bilan suyak bir-biri bilan tutashib ketishi, sindesmoz desmosomalar orqali birlashib ketishidi. Misol uchun membranalar yoki choklar orqali edi. Pastki jag' mandibula esa chakka suyagi temporali bilan sinovial bo'g'im, articulatis sinovialis orqali bog'langan bo'lar ekan. Ana endi sizlar bilan bosh suyagining sinartrozlari, ya'ni sinartroz bu harakatsiz birikish dedik. Misol uchun choklar orqali birikkanda kallaning kalvariya gumbaz qismi harakatlanish xususiyatiga ega emas. Demak, choklar sutura deb ataladi. Bosh suyagi gumbazning tolali bog'lamlari yunctura fibrozae deb ataladi. Bosh suyagida asosan 33 ta choklar mavjud ekan. Eng muhim choklar sutura sagittalis, ya'ni ikkita tepa suyagining o'rtasida bo'ladigan va tochsimon chok, sutura coronalis. Bu yerda tochsimon deyilishi kerak edi. Corona degani toj. Tochsimon chokimiz peshona bilan ikkita tepaning orasida bo'ladi. Lambadasimon chok, sutura lambaidea, ensa suyagi bilan ikkita tepaning orasida bo'ladigan chok va tangasimon, sutura scaimosa. Bu asosan mana bu, ya'ni chakka suyagi bilan tepa suyagining o'rtasida bo'ladigan chok hisoblanadi va qisman peshana va qisman ensaning ma'lum bir qismlari ham bunda qatnashib ketadi. Bundan tashqari kalla suyagida, ya'ni liqildoqlar, fontikulilar ham uchraydi. Ya'ni ular fontikuli kraniyalar deb ataladi. Chaqaloqlarda ko'proq uchraydi. Chaqaloqlar bosh suyagining yumshoq tolali to'qimali bog'lamlari hisoblanib, ular bosh suyagi suyaklari orasidagi bo'shliqlarni qoplab oladi. Bizda liqildoqlarni ham aytgandik. Liqildoqlar ham katta va kichkinalarga bo'linadi. Fontikuli mayor, fontikuli minor. Mayorlar ham asosan anterior et posterior bo'lardi. Ya'ni peshana bilan ikkita
tepa orasida, anterior posteriori tepa bilan ensa orasida. Va bizda mastoideus peshana bilan mana shu yerda chakkaning so'roqsimon qismida va ya'ni mana bu tomonda bizda ponasimon suyakning katta qanoti tomonida bitta uchraydi va mana bu orqa tomonda chakkaning so'roqsimon qismi tomonida fontikuli mastoideus, ya'ni bizda katta va kichik liqildoqlar bo'lar edi. Xo'p, boylamlar, ligamentumlar, ular iplar hisoblanadi. Ya'ni bir suyakni ikkinchi suyakka tutashtiruvchi iplar. Ninasimon tilosi boylami, ligamentum stylohyoideum, ya'ni styloideus o'sig'idan tilosi suyagiga boradigan boylam degani. Ya'ni rasmga e'tibor bersak, mana bu yashil rangda chizilgan ligamentum stylohyoideum. Bu degani qarang, chakka suyagining processus styloideus degan o'siqchasi bo'lar edi. Ana shundan tilosi suyagi oshyoideumga tortilgani uchun ham uning nomi ligamentum stylohyoideum deb atalar ekan. Ya'ni bu ikkita suyakni o'zaro bir-biriga bog'lab turadi. Ponasimon pastki jag' boylami, ligamentum spheno-mandibularis. Bizda demak ligamentum spheno-mandibulare degan boylam ponasimon suyakdan boshlanib, asosan pastki jag'ga keladi. Pastki jag'ning qaysi qismiga desak, biz bilamiz pastki jag'da tilchasi bo'lardi, lingua mandibula. Ana shunga kelib birikadi. Xo'p, keyingi boylamimiz qanotsimon, ya'ni ligamentum pterygospinale, qanotsimon o'tkir o'siqchasimon boylam. Bu ham qanotsimon o'siqchadan toki o'tkir o'siqchasiga kelib birikadi. Qanotsimon o'siq asosan chakkada bo'lar edi, ya'ni ligamentum pterygospinaleni batafsil ko'rib chiqsak, asosan u pterygoidus o'siqlardan. Bizda esinglarda bo'lsa, ponasimon suyakda lateral pterygoidus, medial pterygoidus degan o'siqchalar bo'lar edi. Ana shuning lateral pterygoidusdan boshlanib, to'g'ri ponasimon suyakning spinal, ya'ni burchagida, angulyar burchagidagi spinal o'siqga borib birikadi. Keyingisi qanotsimon jag' chok qirrasi. Raphe degani bu yerda chok qirra ma'nosida kelib, pterygomandibularis, qanotsimon o'siqchadan mandibula pastki jag'ga boradigan qirra, chok qirrasi hisoblanar ekan. Bizda bundan tashqari gomfozlar, ya'ni gomfozis deb ataladigan bosh suyagining sinartrozlari ham bo'ladi. Ular asosan tish uyachalari deb ataladi, ya'ni alveola dentalis. Alveola uyacha, dentalis tish va tish ildizlari radicalis dentalis orasidagi bo'g'imlar hisoblanar ekan. Demak, gomfozlar tish uyachalari va tish ildizlaridan iborat qismlar hisoblanadi. Agar gomfozlar haqida ko'z o'ngingizda tushuncha bo'lmasa, mana bu rasmda ko'rsak, sarg'ish rang bilan berilgan mana bu sohamiz gomfozlar deb ataladi. Bundan tashqari bizda sinxandrozlar ham uchraydi. Sinxandroz degani tog'ay orqali birlashuv degan. Asosan giyalin tog'aydan iborat bo'ladi. Ya'ni bular uzluksiz mustahkam birikmalar hisoblanadi. Ponali toshloq sinxandrozlar, sinxandrozis sfenopetroza deb ataladi. Sfeno degani bu yerda ponasimon, petroza degani bu chakkaning toshsimon qismi. Ponali toshloq sinxandroza deb ataladi. Agar biz yaxshi tushunmoqchi bo'lsak, 5-1 raqamdagi rasmga qarasak, bu aynan sinxandrozis sfenopetrozi degan qism. Xo'p, ikkinchisi toshloq ensa sinxandroza, ya'ni petroaccipitalis, ensa bilan chakkaning toshsimon qismining sinxandrozi. Va biz buni tushunmoqchi bo'lsak, 5-2 raqamdagi havo rang bilan belgilangan mana bu sohamiz aynan mana shu sinxandrozga tegishli bo'ladi. Va keyingi sinxandrozimiz ponali ensa, ya'ni sinxandrozis sfenoaccipitalis, ensa bilan ponasimon suyakning o'zaro birlashuvidagi sinxandroz. Bu tushunmasangiz 5-3 raqamdagi mana bu sohaga e'tibor bersangiz, ya'ni bu raqam bilan berilgan sohamiz ponali ensa sinxandrozi hisoblanar ekan. Hayotining 18-20 yillardan keyin suyaklanib bitadi. O'zi tog'aylar borgan sari suyaklanib ketish xususiyatiga ega. Va oldingi orqa ensa ichki sinxandrozlar ham bizda mavjud bo'ladi. Ya'ni ensaning old tomonida va orqa tomonida joylashadigan sinxandrozlar, ya'ni interaccipitalis anterior oldingi, posterior orqa sinxandrozlar ham bo'ladi.
Hayotning 4-7 yillarida bular asosan suyaklanib bitar ekan. Va keyingisi ponali g'alvirsimon sinxandroz, sinxandrozis fenetmeidalis. G'alvirsimon suyak bilan ponalisimon suyak orasida bo'ladigan sinxandroz. Hayotning 10-yilidan keyin suyaklanib bitib ketar ekan. Va bizda sinastozlar ham kalla suyagining sinartrozlariga misol bo'ladi. Aytdik, sinartrozning turlari sinxandroz, sinostoz, sindesmozlar. Sinastozlar bu sinoz degani suyak orqali birikish degani. Suyaklarning to'g'ridan to'g'ri birikishi hech qanday detallar yoki orada tuzilmalarsiz. Choklar, sutura va sinxandrozlar yopilganidan keyin paydo bo'lar ekan. Yuqorida aytdik, asosan kalla suyakda 33 ta chok bor dedik. Mana bu rasmda biz berilgan va ko'ringan barcha choklarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana Sturaskaymoza bitta chokimiz. Asosan demak bu chakka bilan past tomondan, ya'ni tepa tomondan tepa suyagining o'rtasidagi chok hisoblanadi. Keyingi chokimiz sutura frontalis, fronanazalis degan bor ekan, ya'ni bu peshona bilan burun. Demak, yuqoridan peshona, pastdan burun suyagining o'zaro birlashuvi natijasida hosil bo'lgan chok. Keyingisi sutura frontomaxillaris, ustki jag' bilan peshona. Demak, mana bu ustki jag' va uning orasida, ya'ni yuqoridan peshona, pastdan ustki jag' bo'lgan chok frontomaxillaris. Keyingisi sutura internazalis, burun orasida. Nazalis degani burun, burunning orasida bo'ladigan chok. Keyingisi sutura nasal maxillaris, burun bilan ustki jag' orasida. Demak, mana bu burun suyagi va ustki jag' orasida bo'ladigan mana bu chokimiz. Keyingisi sutura sfena frontalis, ya'ni ponasimon bilan asosan peshona suyagi orasida. Bu ko'z kosasining ichki tomonida joylashgan bo'ladi. Yuqori tomon peshona va mana bu tomon asosan ponasimon suyak hisoblanadi. Keyingisi sutura sfena zigomatika, ponasimon bilan yanoq suyagi orasida. Demak, mana bu qismimiz yanoq deyiladi. Yanoq bilan mana bu ponasimonning qismi. Asosan shuning uchun bu ponasimon yanoq choki deyiladi. Sutura intermaxillaris, ya'ni yuqori jag' orasida, ya'ni burunning pastki tomonida joylashgan bo'lib, mana shu chok orqali ustki jag'imiz o'ng va chap ustki jag'ga bo'linib ketadi. Keyingisi sutura zigomatico-maxillaris, ustki jag' bilan yanoq orasida. Demak, mana bu tomon yanoq, mana bu tomon esa ustki jag'. Keyingisi esa biz sutura frontozigomatika, ya'ni peshona bilan yanoq orasida. Demak, mana bu yuqori tomon peshona, pastga qaragan tomon esa yanoq hisoblanadi. Ana endi lateral yon tomondan ham ko'ramiz. Yon tomondan ko'rganimizda, demak, sutura zigomatomaxillaris mana bu tomonda ko'ruvdik buni. Ya'ni yanoq suyagi bilan ustki jag' orasida bo'ladi. Keyingisi sutura temporozigomatika, chakka bilan yanoq orasida. Demak, bizda mana chakkaning yanoq o'sig'i, bu tomonda esa chakkaning asosan yanoqning chakka o'sig'i. O'zaro orasida ham sutura temporozigomatika degan chok bo'ladi. Va bizda keyingisi sutura parietomastoideya, ya'ni bu nima? Tepa suyagi bilan chakkaning so'rg'itsimon qismi orasida bo'ladi. Ya'ni bu tomonda chakkaning so'rg'itsimon qismi bo'ladi, mana bu tomonda joylashgan va tepa suyagining orasida bo'lganligi uchun. Va bizda keyingisi sutura occipitomastoideya, so'rg'itsimon qismi chakkaning so'rg'itsimon qismi bilan ensa orasida. Mana bu chakkaning so'rg'itsimon qismi, mana bu tomon bizda ensa. Va bizda keyingi chok sutura lomboideya, ya'ni bu eng katta choklardan biri lomboidsimon chok, tepa bilan ensa orasida. Yana occipitomastoideyani dedik, asosan ensa bilan chakkaning so'rg'itsimon qismida dedik. Xo'p, bundan tashqari yana bizda sturaskaymoz eng katta choklardan, ya'ni yon tomondan mana ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Ya'ni tepa va pastdan chakka suyagi. Va bizda keyingi chokimiz sutura sfenoskaymoza, ya'ni chakkaning asosan pallas qismi bilan asosan ponasimon suyakning orasida bo'ladi. Demak, mana bu yerda bo'lar ekan chokimiz.
Bizda keyingi cho'kimiz sutura sfenopariettalis, tepa bilan ponasimon suyakning orasida. Mana bu ponasimon suyakning qanoti, ala mayorning chiqib turishi va bizda tepa suyagining o'rtasida. Mana bu tomondan tepa, bu tomondan katta qanoti. Xo'p, keyingisi sutura coronalis tochsimon cho'k, ya'ni bizda peshona bilan tepaning orasida. Sutura sfenofrontalis asosan peshona bilan ponasimon suyak orasida mana bu yerda bo'ladi va sutura frontozigomatika yanoq bilan peshona orasida. Mana shu yerda yanoqning peshona o'sig'i processus frontalis bilan peshonaning yanoq o'sig'i processus zigomaticusning o'zaro oralig'ida bo'ladi. Biz ushbu choklarni yuqorida ham ko'rib chiqdik. Ana endi past tomondan kallaning asosan tashqi asos tomonidan ham ko'rinadigan choklar bo'ladi. Misol uchun sutura insiziva. Insiziva degani kurak tishi degani. Kurak tishida bo'ladigan chok orqasida bo'ladi. Mana bu yerda kurak tishining teshigi bo'ladi, foramen insiziva. Undan yuqoriga canalis insiziva ketadi. U yerdan qon tomirlar, nerv tollari kelib kurak tishni qon bilan ta'minlab turadi. Va bizda keyingisi sutura intermaxillaris. Asosan ustki jag'lar orasida, ya'ni mana bu yerda bo'ladi. Va bizda keyingisi sutura palatina transversa, ya'ni tanglayning ko'ndalang choki. Tanglayning ko'ndalang choki mana bu yerda bo'ladi. Ko'ndalang choki bor, medial choki bor. Mana bunisi medial chok va mana bu ko'ndalang holatda joylashgan, gorizontal holatda joylashgani ko'ndalang tanglay choki hisoblanadi. Va bizda yana sutura zigomatica maxillaris, uni yuqorida ko'rdik. Bularni bizda ko'rmaganlarimiz sutura sfenovomeralis, asosan dimog' bilan ponasimon orasida. Bizda mana bu suyakchamiz dimog' suyagi, dimog'ning qanoti, ya'ni a'la qismi va ponasimon suyak orasida degan, ponasimonning tashqi yuzasi, tashqi tomoni orasida bo'ladi. Va sutura occipitomastoidea, mana so'rg'ichsimon bilan ensa orasidagi chokimiz bo'lar ekan. Ana endi sizlar bilan eng muhim boylamlar, ligamentumlar haqida gaplashamiz. Asosan bizda demak, mana bu chayka suyagidagi boylamlarni ko'rsak, processus styloides ossis temporalis deyilyapti. Ya'ni chakka suyagining o'sig'idan, processus styloides begisimon o'sig'idan toki tortiladi, bizga to'g'ri keladi os hyoideum, tili osti suyagining cornu minusiga, kichik shoxiga. Va bu boylamning nomi ligamentum stylohyoideum. Begisimon o'sig'idan bizga til osti suyagining kichkina shoxi cornu minusga keladigan boylam. Demak, eslab qolamiz. Bitta boylamimiz ligamentum stylohyoideum. Va bizda keyingi boylamlarimiz ligamentum pterygoalare. Asosan bu qanotsimon o'sig'idan a'la qanotigacha bo'ladigan, ya'ni ponasimonning asosan o'zining qanotiga va pterygoides qanotsimon o'sig'idan tortiladigan boylam. Mana bu rasmda ko'rinib turibdi. Keyingisi ligamentum pterygospinale. Asosan qanotsimon o'siqdan boshlanadi bu ham. Asosan uning lateralidan boshlanib, mana boshlanyapti. Qanotsimon o'sig'imiz bo'lardi, lateral et medial. Lateralidan boshlanadi-da to'g'ri keladi ponasimon suyakning o'tkir o'sig'iga. Xo'p. Va mana bu rasmda ko'rsak ham, mana ligamentum pterygospinale mana bu yerda belgilanib qo'yilgan. Keyingisi ligamentum sfenomandibulare, ponasimon suyakdan pastki jag'ning tilchasiga keladigan boylam. Mana bu boylamimiz. Bizda keyingi boylamimiz ligamentum stylomandibularis. Begisimon o'sig'idan, ya'ni mana bu begisimon o'sig'idan, chakkining begisimon o'sig'idan pastki jag'ining keladi to'g'ridan to'g'ri tuberositas mastoideusga, ya'ni so'rg'ichsimon qismiga. Ya'ni tuberositas, ya'ni g'adir-budurlik mastoideus deb adashman, tuberositas pterygoides qanotsimon g'adir-budurlik tomoniga, mana burchak tomoniga kelib birikyapti. Bizda demak mana bu rasmda keltirilgan mana bu mushaklar pterygoides lateralis, lateral qanotsimon mushaklar va medial qanotsimon mushaklar bo'ladi. Biz ligamentum sfenomandibularni ko'rgandik. Asosan ponasimon suyakdan boshlanib, mana to'g'ridan to'g'ri pastki jag'ning tilchasiga. Mana bu yerda pastki jag'ning ichki tomoni, mana shu yerda tilcha boradi, lingua mandibularis shu yerga kelib birikadi degandik. Va ikkinchisi ligamentum stylomandibulari, begisimon o'sig'idan
chakkaning bigisma o'sig'idan to'g'ri kelib pastki jag'ning mana bu angulus tomonining ichki tomoniga kelib birikyapti. Angulus mandibularining ichki tomoni, interna tomoniga birikyapti. Bizda sin-ostozlar, ya'ni suyak orqali birikishlar. Xo'p, rasmga e'tibor beramiz. Mana bu yerda sinxondrozis sfena occipitalis, pona bilan ensa orasidagi sinxondroz berilgan. Va sinxondrozis petroaccipitalis, chakkaning toshsimon qismi bilan ensa orasidagi mana bu yerda tog'ay berilgan. Va sinxondrozis sfenopetroza degan tog'ayimiz bo'lardi. Ya'ni ponasimon bilan toshsimon qismining orasidagi mana bu tog'ay oq rang bilan ko'rimsiz holatda berilgan. Xo'p, bizda mana bu yerda e'tibor beramiz. Foramen avvali degan teshigimiz bo'lardi. Ponasimon teshikda foramen spinozum bo'lardi. O'tkir qirrali bosh miyaning qon tomir bilan ta'minlovchi o'rta arteriyalari qattiq pardasini. Canalis caroticus uyqu kanali bo'ladi mana bu yerda. Tashqi uyqu kanali. Foramen jugulare bo'yinturuq teshigi bo'ladi mana bu tomonda, ensa tomonida. Foramen stylomastoideum bigismon surg'itsimon teshik bo'ladi mana bu yerda. Xo'p, e'tibor beramiz. Bizda sinxondrozis petroaccipitalis mana bu yerda ham yaxshi ko'ringan bo'ladi. Ya'ni asosan chakkaning toshsimon qismi bilan ensa orasida. Ya'ni petroza bilan ensaning pars basilaris asos qismida joylashgan tog'ay hisoblanar ekan. Yoki mana bizda sinastozis sfena occipitalis, ponasimon bilan ensa orasidagi sinastoz, suyak orqali birlashuv. Mana bu suyagimiz, mana ensa, bu ponasimon, bu ensa deylik. Mana ensaning asos qismi, bazis qismi mana bu ponasimon qism, qanotsimon suyak. Ana shu yerda mana suyak orqali birlashuv bo'ladi. Chunki mana bu qism sella turska ponasimonga kiradi, bu tomon esa bizda ensa suyagining asos qismiga kirib ketadi. Demak, sinastozis sfena occipitalisga misol bo'ladi. Xo'p, ana endi sizlar bilan temporomandibulyar bo'g'im, ya'ni artikulatsiya temporomandibularis, ponasimon bizda chakkasimon bilan pastki jag' orasidagi bo'g'im deyiladi. Kalla suyagidagi eng asosiy bitta diartroz harakatchan bo'g'im ana shu hisoblanadi. Turi murakkab bo'g'im, chunki bir nechta boylamlar bilan bir-biriga mustahkamlangan bo'ladi. Shakli bikandilyar, ikki g'adirli bo'g'im boshi, ya'ni pastki jag' boshi kaput mandibulaning kirib turishi hisobiga. Demak, mana bu kaput mandibulaning kirib turishi. Bo'g'im chuqurchasi fove mandibular chakka suyagida bo'ladi. Kapsula asosan bo'shashgan yoki keng. Boylamlar bo'ladi, lateral boylamlar bo'ladi asosan va sfenomandibular ponasimondan pastki jag'ning tilchasiga, lateral boylamlari, uchinchi boylam esa ligamento stylomandibulari bigismondan angulus mandibula pastki jag'ning burchagining ichki tomoniga boradigan boylamlar bo'ladi. Asosan mana shu boylamlardan iborat bo'ladi. Demak, bizda lateral boylamlar ligamentum laterali deb ataladi. Ya'ni birinchi boylami bu asosan yanoq ravog'i arcus ligamentusdan boshlanib toki pastki jag'iga kelib birikadi. Pastki jag'ning asosan condylus mandibularis qismiga birikadi. Ikkinchisi esa sfena mandibularis deb ataladi. Ponasimondan pastki jag'ning asosan tilchasi lingua mandibularisga birikadi. Va uchinchisi ligamentum stylomandibularis bo'lib, mana bu chakka suyagining processus styloidesdan boshlanib pastki jag'ning burchagining ichki tomoniga birikar ekan. Va qo'shimcha xususiyatlari bo'g'imning asosan bo'g'im diskus artikularis hisoblanadi. Harakatlari oldinga surish protraction va orqaga tortish retraction. Tushirish depressiya pastga tushiradi, ko'tariladi elevation, ya'ni elevatsiya qiladi yuqoriga qarab. Yon tomonga siljitish lateralpulsion, lateral degani yon tomonga siljitish vazifalarini, harakatlarini bajarar ekan ushbu bo'g'imimiz. Demak, mana bu rasmga qaraymiz. Rasmda asosan mana bu pastki jag' bo'g'imi articulatio mandibularis, temporomandibularis. Asosan 3 ta boylamdan. Birinchi boylamimiz mana 6-1 bilan belgilangan qizil rang bilan bu ligamentum laterali. Laterali deb ataladi, yon boylam. E'tibor bersangiz, mana bu yanoq ravog'i. Yanoq ravog'idan boshlanib toki dedik condylus mandibularis, pastki jag'ining condylus o'siqchasiga kelib birikadi. Va bizda ikkinchi boylamimiz 2 bilan belgilangan ligamentum sfenomandibularis deb ataladi. Sfenomandibularis. Ya'ni ponasimon suyakdan pastki jag'ning toki tilcha lingua mandibularisga kelib birikadi. Va uchinchi boylamimiz bizda ligamentum stylomandibularis deb ataladi.
stylomandibularis. Ya'ni chakkaning begisimo o'siqchasidan va toki pastki jag'ining angulus mandibula burchagining ichki tomoniga kelib birikadi. Demak, mana shu 3 ta bo'ylam bitta bo'g'imga kiradi. Uning nomi artikulatsiya temporomandibularis. 3 ta bo'ylam orqali bu bo'g'im mustahkamlanib turadi. Endi bu bo'g'imning vazifasini aytdik. Xo'p, orqaga harakatlanadi, oltga harakatlanadi, yuqoriga harakatlanadi, asosan elevatsiya qiladi, pastga qarab depression harakat qiladi. Yon tomonga harakat qiladi, lateralpulsion, demak, bir yonga va ikkinchi yonga qarab harakatlar bajarib berar ekan asosan organizmda. Ana endi sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak. Ushbu temporomandibularis bo'g'imning diskini, discus articulationis temporomandibularis, mana bu rang bilan berilgan, havo rang bilan ko'rsatilgan. Asosan nimalardan iborat ekan? Unda membrana synovialis superior bo'ladi. Demak, mana bu qismi. Cavitas asosan bo'shlig'i bo'ladi. Demak, mana bu tomon bo'shliq. Lamina superior yuqorigi plastinkadan, lamina inferior pastki plastinkadan iborat. Demak, keyingi bo'shliq cavitas inferior, pastki bo'shlig'i hisoblanadi. Mana bu yerda yuqori bo'shliq, bu tomonda pastki bo'shliq bo'lar ekan. Hop, mana bu tomondan ham ko'rsak bo'ladi. Mana kapsula articularis, bo'g'im bo'shlig'i, bo'g'im kapsulasi. Bo'g'im kapsulasida asosan demak bizda mana bu qism nima deyiladi? Diskus, asosan disklari va caput pterygoides, musculus pterygoides lateralisning asosan yuqorigi boshi mana bu tomonda, shu tomonning tagiga kelib shunday birikib ketar ekan. Demak, mana bu tomonda kavita. Asosan biz mana shu bo'g'imning diskini ko'rdik va diskining nimalardan tashkil topishini mana shu rasmda ko'rsak bo'ladi. Mana bu rasmda ham bo'ylamlarni ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, ligamentum temporomandibulari laterali mana. Xo'p, mediali tomonda joylashgani bu tomonda joylashadi, lateral va mediali bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari bizda pars profunda massa teres, ya'ni chaynov mushagining qismlari bo'ladi. Mana bu chaynov mushagi hisoblanadi. Xo'p, demak, mana bu rasmga ko'rib ham bo'ylamlarni farqlab olsak bo'ladi. Demak, ana endi biz sizlar bilan eng muhim bo'g'imlar, umurtqa pog'onasi bo'g'imlari, ya'ni columna vertebralisning bo'g'imlariga o'tamiz. Biz bilamiz, mana bu columna vertebralis bo'lsa, u asosan 5 ta bo'limdan iborat edi. 7 ta bo'yin, 12 ta ko'krak, 5 ta bel va dumg'aza dum umurtqalardan iborat bo'lar edi. Ya'ni chin va soxta umurtqalarga bo'linar edi. Umurtqa pog'onasi columna vertebralis bo'g'imlarining barcha asosiy turlari demak bunda ham mavjud ekan. Tolali bo'g'imlar va umurtqalar aro bo'g'imlar dumg'aza, ossakrim va dum suyagining umurtqalar rivojlanishlarida bir-biriga qo'shilib, mos ravishda dumg'aza va dum suyagini hosil qiladi. Bu suyak qo'shilish sinastozga misol bo'ladi. Sinartrozning bir turi sinastozga misol bo'ladi va sinovial bo'g'imlar ham bo'lar ekan. Demak, tolali bo'g'lamlar asosan sindesmozlar, desmosomlar orqali birlashuv, ya'ni ligamentumlar orqali. Umurtqalar aro bo'g'imlar articulationis intervertebralis tog'ayli bo'g'lamlar hisoblanar ekan. Sizlar bilan sindesmoz haqida gaplashamiz. Desmosomlar orqali birlashuv. Uzun bo'ylamlar, ya'ni ligamentum longa deb ataladi. Asosan oldingi bo'ylama va orqa bo'ylamdan iborat. Demak, umurtqa pog'onasini shunday qaraganimizda old tomondan uzun bo'ylama, orqa tomondan uzun bo'ylamdan iborat bo'ladi. Old tomondagisi ligamentum longitudinali anterior deb ataladi va u birinchi bo'yin umurtqasidan boshlanib toki dumg'azaning birinchisigacha boradigan old yuzasida joylashgan bo'ladi. Ya'ni dumg'azaning ikkinchi, uchinchi dumg'aza liniyasigacha boradi. Umurtqa pog'onasini barqarorlashtirib turadi. Oldingi dumg'aza dum bo'g'imi, bu bo'g'lamning pastki davomi hisoblanadi. Keyingi orqa tomon ligamentum longitudinali posterior bo'ylami bor. Umurtqa kanalining ichida joylashgan bo'lib, umurtqalar aro diskning tushib ketishini oldini oladi. Diskus intervertebralislarning tushib ketishini oldini oladi. U demak asosan chuqur keyingi dumg'aza dum bo'ylami bo'g'lamning pastki davomi hisoblanadi va to'suvchi pardadan membrana tektoriya bo'g'lamning yuqori davomi katta ensi teshigi orqali bosh suyagiga o'tib ketar ekan. Foramen magnum orqali kraniumga o'tib ketadi. Yuzaki keyingi dumg'aza dum bo'g'lami, ya'ni sacralis
dum g'aza sakrum deb ataladi. Bizda dum esa koksigeya. Mana shuning bog'lami. Dum g'aza yorg'i hiatus sacralisning chetini hosil qilib turar ekan. Demak, oldingi boylama bog'lam mana biri bir bilan belgilangan. Orqa boylama bog'lam mana 1-2 bilan belgilangan. Orqa tomonda turadi bu boylam. Old tomondan bo'lsa oldingi, orqa tomondan bo'lsa orqa boylama boylam deyiladi. Va bizda bundan tashqari, demak, qolgan boylamlari ham davom etib ketadigan boylamlarni ham ko'rsatib o'tdik. Demak, mana bu rasmda uzun boylamlar ligamentum longitudinal anterior et posterior ko'ringan. Demak, mana bu old tomonda bo'lsa anterior, orqa tomonda joylashgan bo'lsa, demak, posteriori bo'ladi. Orqa tomoni esa posterior. Oldingi tomoni birinchi bo'yin umurtqasidan boshlanib toki keladi dum g'azaning 2-3 liniyasigacha. Orqa tomoni esa to'g'ridan to'g'ri kattensi teshigi foramen magnum tomonga tutashib ketgan bo'ladi. Ya'ni ligamentum longitudinal posterior orqa tomonidan esa asosan dum g'aza kanali hiatus sacralisgacha davom etib bo'yin umurtqalaridan boshlanadi. Anterior esa aytdik toki birinchi bo'yindan dum g'azaning 2-3 liniya. Anteriorni ajratib olish uchun biz bilamiz dum g'azada tugayapti dedik ikkovi ham. Dum g'azaning liniyalari uning ichki old tomonida bo'ladi. Anteriorini ajratib olish uchun. Posteriorni ajratib olish uchun dum g'aza kanali degan mana shu liniyalardan orqada dum g'aza kanali joylashgan bo'ladi. Orqasini ajratib olish uchun. Ana endi sizlar bilan sindesmoslar, desmosomalarning qisqa boylamlari ligamentum brevia haqida gaplashamiz. Asosan sariq boylamdan iborat. Ligamentum flava deb ataladi. Sariq boylamimiz, sariq boylam. Flavus degani sariq boylam. U umurtqa ravog'larining orasida bo'ladi. Bir umurtqaning ravog'i bilan ikkinchi umurtqaning ravog'ining orasini to'ldirib turuvchi boylam bu sariq boylam. Elastik to'qima umurtqa yoylari orasida joylashgan tik holatni saqlab beradi. Umurtqalar aro o'simta bog'lama, ya'ni ligamentum interspinalis. Ya'ni processus spinalislarning orasida mana bitta processus spinas va ikkinchi processus spinosning orasini to'ldirib turadigan boylam ligamentum interspinali. Keyingisi g'o'rasimon usti bog'lama ligamentum supraspinali deyapti. Mana shu spinozuslarning usti bir spinozus bilan ikkinchi spinozning uchidan boshlanib, ya'ni ularni o'zaro uchini to'ldirib turadi. Orasini bo'lsa interspinali bo'ladi. Barcha umurtqalarning o'simtalari uchun uchlarini bog'lab beradi, ya'ni barcha o'simtalarni. Ensa boylami ligamentum nuxeya bu bog'lamning yuqori davomi. Ya'ni mana shu supraspinali yuqoriga qarab, ensaga qarab ligamentum nuxeya boylamini davom ettirib ketadi. Ko'ndalang o'simta boylami, ya'ni ko'ndalang o'siqchalar orasida biz bilamiz, umurtqalar asosan processus spinosus o'tkir o'siqcha, processus transversus ko'ndalang o'siqchalardan iborat. Ya'ni har birini orasini to'ldirib turadigan boylamlari bo'lar ekan. Demak, oxirgisi ligamentum intertransversale ko'ndalang bog'lamlar hisoblanadi. Mana ikkita processus transversusning orasini o'zaro to'ldirib turadi. Ya'ni bir umurtqaning processus transversusi bilan ikkinchi umurtqaning processus transversusini mana bunday holatda orasini to'ldirib turar ekan. Demak, mana bu qisqa boylamlar. E'tibor bersak, mana ligamentum flava ravoqlarning orasini to'ldirib turadi. Ligamentum supraspinali mana bir o'tkir o'siqcha bilan ikkinchi o'tkir o'siqchaning ustini, uchining oralig'ida bo'lsa, bu supraspinali. Ichini orasini to'ldirib tursa, mana ichini oralarini to'ldirib tursa, interspinali, uchlari orasida bo'lsa, supraspinali bo'lar ekan. Ko'ndalang o'siqchalarning orasini to'ldirsa, bu intertransversarium deb atalar ekan. Xo'p, mana bu yerda ham ko'rsak bo'ladi. Mana ligamentum, mana bu yerda supraspinali deyilgan. Supraspinali ko'ndalang o'siqchalarni mana uchini yuqoridan pastga qarab to'ldirib kelyapti. Mana supraspinalining yon tomonidan ko'rinishi. Interspinali mana oraliq qismini to'ldirib kelyapti. Ikkita spinozlar orasini. Mana supraspinalini mana yon tomonidan ham ko'rinishi. Asosan davom etyapti 7-bo'yin umurtqasidan toki mana 4-lumbalis bu bel umurtqalarigacha. Demak, davom etib ketar ekan. Bizda birinchi bo'yin umurtqasidan ham boshlanadi. Demak, qarang, 7dan davom etadi bular. 7dan yuqorisi boshqa boylamga davom etadi. Bu boylam ligamentum nuxeya deyiladi. Demak, farqlab oling. Bu hozir aytgan supraspinali, interspinali degan boylamlar asosan 7-bo'yin umurtqasigacha toki belning 4-sigacha bo'lgan joyni egallaydi. 7-bo'yindan yuqorisini toki ensa bilan oralig'ini ligamentum nuxeya, ya'ni bo'yin boylami to'ldirib turadi.
Bu 7-bo'yin yumurtqasi bilan ensaning tashqi do'mbog'i protuberantino occipitalis eksterni orasida bo'ladigan boylam hisoblanadi. Mana bu yerda sariq boylamlar ham berilgan. Mana anterior old tomondan, anterior lateral oldingi va yon tomonlardan ko'rinishi. Mana bu bo'yinniki servikal, mana bu torasika ko'krakniki, mana bu belniki. Biz aytdik 7 dan toki demak uni chegaralab qo'ydik boylamlar. Demak, sariq boylamlar asosan umurtqalar ravog'ining oralig'ini to'ldiradi. E'tibor bersangiz, mana bo'yinda boshqacha holatda, ko'krakda boshqacha, bizda belda, lumbalisda boshqacha. Buning sababi bu umurtqalarning shaklining har xilligida. Misol uchun umurtqalar borgan sari yiriklashib boradi. Ya'ni belning umurtqasi bilan bo'yinnikini solishtirsak, ularning hajmida albatta farqi bo'ladi. Ya'ni katta va kichikligida. Ana endi sinxandrozlarning asosan umurtqalar aro disklar, discus intervertebralis bo'lib jami 20 deyilgan. Nima uchun? Bular asosan bo'yin, ko'krak, bel umurtqalarida bo'ladi, dumg'aza bilan dumning orasida bo'lmaydi, chunki ularda qo'shilib ketgan. Disklarning o'zini ham mana bu rasmga qarasak, ko'rsak ikkita qismdan. Nucleus pulposus o'rta qismi yadrosi va annulus fibrosus aylanasimon fibroz aylanadan iborat bo'ladi. Xo'p, bizda demak bel dumg'aza simfizis lumbosakralis deyiladi, ya'ni o'zaro birikishi. Mana bu belning orqa umurtqasi va dumg'azaning o'zaro birikishi. Xo'p, demak dumg'aza dum simfizi, ya'ni sakrokoksigeya. Qizil rangda berilgan, ya'ni bu ham sinostozga misol bo'ladi asli olganda, chunki ular o'zaro suyaklashib ketgan. Chunki sababi mana bizda dumg'aza bilan dum suyakning o'zaro mana bu birikishi suyaklanib ketgan. Ya'ni orasida hech qanday tuzilma yo'q. O'zaro suyaklanish natijasida mana hayotning 40-yiliga kelib suyaklanib ketadi deyilgan. Sinostozlar asosan dumg'azaning sinostozlari bor, dumg'aza suyaklarining birikishi, dumning sinostozlari bor, dum suyaklarining birikishi. Bu nima degani? Dumg'aza suyaklar ham o'zaro 5 umurtqadan iborat bo'lgan, lekin ular bir-biriga qo'shilib sinostozlashib ketgan. Dum suyaklari ham 4 yoki 5 uzunligiga qarab umurtqadan iborat bo'lgan, lekin ular ham bir-biriga qo'shilib sinostozlashib ketgan. Mana bu rasmda umurtqalar aro disklar, discus intervertebralislar berilgan. Mana bir umurtqaning korpusi bilan ikkinchi umurtqaning korpusining oralig'ida bo'ladi. Ularni o'zaro to'ldirib, mustahkamlab turadi. Demak, bo'g'im o'simtali bo'g'imlar, ya'ni bular artikulatsiya zigapophysialis deb ataladi. Bo'g'im o'simtali bo'g'imlar nima degani bu? Bir umurtqaning fasciis articularis superior bo'g'imi bilan ikkinchi umurtqaning fasciis articularis inferior bo'g'imining o'zaro tutashuvi. Mana e'tibor bersak, mana bir umurtqaning fasciis articularis inferiori bir umurtqaning fasciis articularis superiori o'zaro bir-biriga mana bunday tegib turadi. Demak, qo'shni umurtqalarning yuqori va pastki bo'g'im o'simtalarini bog'laydigan sinovial bo'g'imlar hisoblanadi. Ikkinchi bo'yin umurtqasidan dumg'azaning birinchisigacha davom etib, asosan 22 juft bo'g'im o'simtalari mavjud. Turi oddiy, simplex, yassi, plani holatda shakli. Bo'g'im yuzalari fasciis articularis qo'shni umurtqalarning yuqori va pastki bo'g'im o'simtalari processus articularislar orqali kapsula articularis kapsuladan iborat bo'ladi. Bo'g'im yuzalarining chetlariga yopishgan kapsulalar, boylamlar ligamentumlardan, uzun va qisqa boylamlar. Qo'shimcha xususiyatlari: meniskoid burmalar, ya'ni plika meniskoidalis deb ataladi, tolali to'qima bilan to'ldirilgan sinovial parda burmasi hisoblanar ekan. Va harakatlari cheklangan sirpanma harakatlarini vujudga keltiradi. Ana endi sizlar bilan atlant ensa bo'g'imi haqida gaplashamiz, ya'ni artikulatsiya atlant occipitalis. Bu nima degani? Birinchi bo'yin umurtqasi bilan ensaning o'zaro birikishi. Ya'ni kraniovertebral bo'g'imlar asosan ensa suyagini atlasga, ya'ni bog'laydigan bo'g'imlar atlas va o'q o'rtasidagi bo'g'imlardan tashkil topgan. Atlas birinchi bo'yin umurtqasi va ensa suyagi os occipitalis o'rtasidagi juft bo'g'im. Turi oddiy, shakli ellipsoid shaklda, ya'ni tuxumsimon. Bo'g'im boshi ensa suyagining kondulislari orqali birikib turadi. Ya'ni ensa suyagining kondulusi bilan birinchi bo'yin umurtqasi atlasning fasciis articularis superiorning o'zaro tutashuvi. Bo'g'im chuqurchasi atlasning yuqorigi bo'g'im o'simtasi. Kapsulasi asosan bo'g'im yuzalarining chetlariga yopishgan bo'ladi. Boylamlari asosan oldingi anterior
orqa posterior bo'ylamlardan. Atlant ensa pardasi. Ya'ni membrana atlanto-occipitalis anterior, membrana atlanto-occipitalis posteriordan iborat bo'ladi. Membrana atlanto-occipitalis anterior et posterior ham qanday holatda bo'ladi? Misol uchun mana bu ensaning asos qismi, bazis asos qismi va ikkita lateral va mana bu tomonda palla qismi. Lateral qismda ikkita kondulusi bo'ladi va mana bu asos qismi. Shu tomonga bizga kelib ravoq shaklida, mana bunday ravoq shaklida kelib birikadi. Ya'ni bu nima? Ravoq shaklida kelib birikadigan bizda asosan birinchi bo'linmasi atlas. Ana endi uni birikishini tushuntiraman. Xuddi mana shunday holatda bo'ladi. Ya'ni membrana atlanto-occipitalis anterior degan membranasi hop, ensaning asosi bilan arcus anterior orasini to'ldiradi. Hop, orqa tomonida esa asosan biz bilamiz foramen magnum bo'lardi. Foramen magnum bilan arcus posterior orasida membrana atlanto-occipitalis posterior degan membranasi bo'ladi. Harakatlari oldinga egilish, antifleksion, orqaga egilish, retrofleksion. Retro degani orqa tomonga degani. Biroz yonga bo'lsa lateral fleksion. Fleksion holatda bo'lar ekan. Ana endi sizlar bilan o'rta atlanto-aksial bo'g'im haqida gaplashamiz. Birinchi bo'yin umurtqasi atlantis, aksial ikkinchi bo'yin umurtqalari orasidagi bo'g'im. Ya'ni bu asosan o'rta chiziqcha joylashgan toq juftlanmagan bo'g'im hisoblanadi. Turi oddiy, shakli silindrsimon. Bo'g'im boshi o'qning tishi, ya'ni aksisning dens qismi, tish qismi hisoblanadi. Bo'g'im chuqurchasi atlasning oldingi yoyi, arcus anterior atlantisning ichki tomoni. Ya'ni tish uchun yuzacha bo'ladi. Fovea dentis degan joyga tishning kirib turishi mana shu atlanto-aksial bo'g'im deyiladi. Bo'ylamlari atlasning xochsimon bo'ylami, ligamentum cruciforme atlantis, atlasning ko'ndalang bo'ylamlaridan bo'ylami tutamlardan iborat bo'ladi. Qanotsimon bo'ylamlar ligamentum alariadan tashkil topgan bo'ladi va tishning uchi bo'ylami ligamentum apicus dentis tishning uchidan to'g'ridan-to'g'ri atlasga birikadigan to'suvchi parda membrana tektoriyadan iborat. Harakatlari har bir yo'nalishda atlasning tish atrofida 30 gradusda aylanma harakat, rotatsiya qiladi. Rotatsiya degani bu aylanma harakat deb ataladi. Ana endi uning lateral bo'ylami, ya'ni lateral atlanto bo'g'imi. Xo'p, medial va lateral bor. Medial bo'lsa, xo'p, demak, mana bu aytaylik atlas deylik. Birinchi bo'linmasi mana shunday holatda ravoq shaklida bo'ladi asosan. Chunki uning spinosi va korpusi bo'lmaydi. Ikkinchi bo'linmasining tishi dedik, mana shunday holatda kirib turadi dedik. Xo'p, mana shu tish bilan arcus anterior, ya'ni ularning ravog'ining orasida bo'lsa atlanto-aksialis medialis o'rtada turibdi medialda. Endi lateralisi bor. Lateralisi birinchi bo'linmasining fascis articularis inferior bilan ikkinchi bo'linmasi axisning fascis articularis superiorning orasidagi bo'g'im degani. Demak, turi oddiy, shakli yassi, boshi kaput, atlasning pastki bo'g'im chuqurchasi esa o'qning yuqori bo'g'im chuqurchasi. Demak, aytdik. Boshi asosan atlasning fascis articularis inferior qismi bo'lsa, mana fascis articularis inferior qismi, chuqurcha qismi esa aksis ikkinchi bo'linmasining fascis articularis superior qismi o'zaro bir-biri bilan mana bunday holatda tutashgan bo'lar ekan. Harakatlari barcha o'q bo'ylab juda cheklangan harakatlar. Atlasning yon tomonga egilishi inclinatio atlantis deb ataladi. Mana bu yerda atlanto-occipital, ya'ni birinchi bo'yin bilan asosan ensa orasida bo'ladi. Mana bu rasmda mana shu holatda berilgan joy. Demak, mana bu lateral tomondan ko'rinishi mana membrana tektoria, to'suvchi pardamiz mana shunday holatda bo'ladi. Mana ligamentum longitudinali posterior, orqa tomondan ketishi. Xo'p, mana bu foramen magnum, ensa teshigi. Arcus anterior atlantis, atlantning oldingi ravog'i mana bu tomonda bo'ladi. Xo'p, demak biz bu yerda mana ligamentum alaria, qanotsimon bo'ylam bor, ikki yonda bo'ladi. Ya'ni foramen magnumning bir chetidan ikkinchi foramen magnumga tortiladi va ularni o'zaro ajratib turuvchi mana fasciculus longitudinalis mavjud bo'ladi. Va ligamentum transversum atlantis bor, atlantning ko'ndalang bo'ylami bir atlantning bir tomonidan ikkinchi atlantning bir tomoniga qarab mana tortilib turgan mana shu bo'ylamimiz bo'lar ekan.
Bizda umurtqa pog'onasi columna vertebralisning harakatlari asosan oldinga egiladi antifleksion va orqaga egiladi retrofleksion. Ya'ni bo'yin pog'onasi 0,50 gradus oldinga ventralis, 0,70 gradusgacha orqaga dorsal holatda. Ko'krak pog'onasi esa minimal qovurg'alar tomonidan cheklangan. Bel pog'onasi esa 0 dan 25 gradusgacha oldinga ventral tomonga, 0 dan 90 gradusgacha orqaga dorsal tomonga. Yon tomon egilish lateral fleksion deb ataladi, lateral fleksion. Bo'yin pog'onasi 0 dan 45 gradusgacha, ko'krak qismi minimal qovurg'alar tomonidan cheklangan bo'ladi. Bel pog'onasi 0 dan 35 gradusgacha. Aylanish rotatsion, torsion ham deyiladi, aylanma harakati bo'yindan 0,70 gradus oralig'ida, ya'ni shundan 0,30 gradus o'rta atlant o'q bo'g'imi artikulatio atlantis axialis medianida amalga oshadi. Ko'krak pog'onasi 0,30 gradusgacha, bel pog'onasi 0 dan 10 gradusgacha disklar tomonidan ta'minlanadi. Prujinasimon ham harakat qiladi. Bu spring movements deb ataladi. Prujina harakatida ham bo'lishi mumkin umurtqa pog'onasi. Mana bu rasmga e'tibor beramiz. Masalan, antifleksion oldinga harakat, mana retrofleksion orqaga harakat. Demak, biz kallamizni bemalol oldinga va orqaga tomonga qarab bura olamiz. Lateral fleksion yon tomonga, ikki tomonga qarab ham bemalol bura olamiz. Mana o'ng va chap tomonga. Yoki torsion aylanma harakat, bemalol aylanma harakat ham qilamiz. Juda yuqori darajada emas, lekin normada torsiya yoki rotatsiya haqida aylanma harakat qila olamiz. Sizlar bilan ko'krak bo'g'imlari, junctura thoracicus. Ko'krak bo'g'imlari qovurg'alarning harakatlari nafas olish inspiratio, nafas chiqarish ekspiratio harakatlarini hosil qilib, ko'krak qafasini kengaytirib va qisqartirib beradi. Bu harakatlar quyidagi bo'g'imlar orqali. Agar mana shu bo'g'im boylamlari bo'lmasa, ko'krak qafasi kengayib toraya olmaydi. Qovurg'a umurtqa boylamlari articulationis costa vertebralis deb ataladi. Bu asosan qovurg'a bilan umurtqa orasida, umurtqa pog'onasiga bog'laydigan bo'g'imlar. Va tosh qovurg'a boylamlari, demak, qovurg'alarning o'zi old tomondan toshga kelib natijasida bo'ladigan articulationis sternocostalis bo'g'imi va qovurg'alar orqa tomondan umurtqaga birikishi natijasida hosil bo'ladigan articulationis costa vertebralis bo'g'imlardan iborat bo'ladi. Haqiqiy qovurg'alar costa veraillar tosh suyagi bilan bo'g'im hosil qiladi. Soxta qovurg'alar esa ularning tog'i bilan qo'shilib birikadi. Yetim qovurg'alar esa qorin mushaklari orasida erkin yotadi. Demak, ko'krak qafasining sin artrozlari, ya'ni o'zaro birikishlari. Birinchi o'rinda sindesmozlar tog'ay orqali birlashuv. Tashqi qovurg'alar aro parda membrana intercostalis externa orqali mana o'zaro qovurg'alarning tog'aylarning orasini to'ldirib turibdi va ichki qovurg'alar aro parda membrana intercostalis interna, u ham ichkari tomonda bo'ladi. Ana endi bizda sinxandrozlar bor. Sinxandroz tog'ay orqali birlashuv hisoblanadi. Birinchi qovurg'aning sinxandrozi. Va asosan sinxandrozlar, demak, biz bilamiz, qovurg'alar toshga to'g'ridan to'g'ri birikmaydi. Ular mana bu havo rangda berilgan tog'aylar orqali birikadi. Birinchi qovurg'aning sinxandrozi, birinchi qovurg'aning o'zaro birikishi. Mana bu yerda bo'lar ekan, birinchi qovurg'a sinxandroz. Qovurg'a tog'ay sinxandrozlari bo'ladi. Qovurg'a bilan tog'ayning o'zaro sinxandrozi, mana buning har biri. Xo'p, simfizlar bo'ladi. Simfizislar dasta tosh bo'g'imi. Ya'ni mana shu rangda berilganlar, demak, asosan dasta tosh bo'g'imlari. Mana asosan tosh bilan dasta orasida 60-yilga kelib suyaklanib ketadi degan va bigissimon tosh bo'g'imlari. Asosan simfizis hyposternalis deb ataladi, 40-60 yilga kelib suyaklanib ketadi. Demak, bu ko'krak qafasining sinartrozlari, ya'ni sindesmoz va sinxandroz simfizlarga misol bo'ladi. Bizda qovurg'a umurtqa bo'g'imlari articulationis costa vertebralis, qovurg'a bilan umurtqaning o'zaro tutashuvi. Qovurg'a boshi bo'g'imi articulatio capitis costadan, ya'ni qovurg'aning boshchasi bilan umurtqaning o'zaro birikishi. Bo'g'im boshi ikki bo'g'im yuzasiga bo'lingan qovurg'aning boshi, bo'g'im chuqurchasi umurtqaning tanasi, korpus vertebra. Xuddi mana bu korpus vertebraga qovurg'aning mana shunday kelib birikishi hisoblanadi. Boylamlar, ligamentumlar, qovurg'a boshi radial va bo'g'im ichki boylamlari. Demak, intraartikulyar va capitis costa radiatumlardan iborat bo'lar ekan. Qovurg'a ko'ndalang bo'g'imi articulato costa transversarium, ya'ni qovurg'a bilan ko'ndalang o'siqchalar orasida
Bo'g'im boshi. Biz bilamiz, ko'ndalang o'siqchalarda favei castalislar bo'ladi. Ya'ni mana shu favei castalis bilan qovurg'aning do'mbog'i orasida bo'ladi. Ya'ni boshlanish joyi mana bu qovurg'a umurtqaning tanasi va uning ko'ndalang o'sig'i deylik. Bizda kelib qovurg'a bo'ladi, qovurg'aning do'mboqchasi bo'ladi. Mana shu tuberkulum kostadan qovurg'aning umurtqaning ko'ndalang o'siqchasiga favei castalisning orasidagi mana bu bo'g'im qovurg'a ko'ndalang bo'g'imi deb ataladi. Demak, bu tushunarli bo'ldi. Bo'ylamlari, ligamentumlar asosan yuqorigi bo'ylam, lateral bo'ylamlardan iborat bo'ladi. Ya'ni superior et laterali bo'ylamlari bo'ladi. Bizda tosh qovurg'a bo'g'imi, ya'ni tosh suyagi sternum bilan qovurg'a kosta orasidagi bo'g'imlar, articulatus sternocastalis. Ya'ni qovurg'a ko'krak qafasini bo'g'imini aytdik. Tosh bilan qovurg'aning birikshi bo'g'imiga bo'linadi va orqa tomondan umurtqa bilan qovurg'aning birikishiga. Umurtqaning qovurg'a bilan birikishini o'ziga ikkita bo'g'im dedik. Costa transversarium bo'g'imi, capitis costa bo'g'imi. Capitis costa bo'g'imiga qovurg'aning boshi bilan umurtqaning tanasini orasidagi bo'g'im, costa transversarium bo'lsa favei castalis ko'ndalang o'siqchasidagi va qovurg'aning tuberkulumi orasidagi bo'g'im dedik. Ana endi bizda ko'krak qafasidagi keyingi katta bo'g'imimiz bu tosh bilan qovurg'aning birikish bo'g'imi. Tosh qovurg'a bo'g'imi articulatus sternocastalis deyiladi. Bo'g'im boshi 2-dan yoki 7-chi qovurg'aning tog'ayidan. Bo'g'im chuqurchasi asosan tosh suyagidagi sternumning 2-7-chi qovurg'alar uchun qovurg'a oyuqlari, o'ymalardan. Biz toshni o'tganimizda asosan toshning korpus qismi va dasta qismida o'ymalar bo'lardi. Korpusida birinchi qovurg'aniki va angulus, mana bu ajratib turuvchi qismida ikkinchi qovurg'aning yuqori pastki bo'g'imlari, qolgan 3, 4, 5, 6, 7lar bo'lar edi. Demak, ana shularga kelib birikishi. Bo'ylamlari tosh pardasini membrani sternin hosil qiluvchi radial tosh qovurg'a bo'ylamlari ligamentum sternocastali radiatidan radial holatda, nursimon holatda bo'ladigan bo'ylam va bo'g'im ichki tosh qovurg'a bo'ylamlari ligamentum sternocastali interartikularidan iborat. Tog'aylar alo bo'g'imlar articulationis interchondralis, ya'ni mana shu qovurg'aning tog'aylari orasida ham bo'ylamlar bo'ladi, 6-9 qovurg'alar orasida. Mana bu rasmda ko'rsak ham bo'ladi. Mana ligamentum radiatum capitis costa haqida. Demak, qovurg'aning umurtqaga birikishi natijasida mana nur holatdagi bo'ylamlar. Demak, mana bu rasmga qarasak, mana qovurg'aning boshida joylashgan capitis costasi, uning do'mboqchasidagi yuzalari yoki bo'lmasa mana favei castalis qovurg'a chuqurchalari, favei castalis processus transversus ko'ndalang o'siqchadagi qovurg'a chuqurchalari ham mavjud bo'ladi. Xo'p, keyin mana crista capitis costa qovurg'aning boshidagi qirralari bo'ladi va uning yuzalari bo'ladi. Asosan, demak, bu qovurg'a umurtqa haqida tushunchalar. Demak, mana bu rasmga qarasak, ligamentum costa transversarium laterali, ya'ni qovurg'a bilan umurtqaning ko'ndalang o'siqchasi orasida. Umurtqaning ko'ndalang o'siqchasidagi favei castalis bilan qovurg'aning tuberkulumi orasidagi bo'ylamlar mana. Yoki bo'lmasa mana yuqori bo'ylami berilgan anterior va posterior yoki posterior bo'ylamlari ham mavjud. Lekin ligamentum lumbocastali bel bilan qovurg'a bo'ylami. Mana shu yerda rasmi berilgan. Demak, sizlar bilan bilarmidingiz? Misol uchun, mana bu odam 1.75 cm bo'yli inson. Bunisi esa 1.74. Umurtqalar aro disklarning tolali tog'ayi uyqu vaqtida suyuqlikni shimib oladi. Ya'ni kunduzi va kechqurun qanday bo'ladi? Ya'ni bu bo'yli insonlar kunduzi qanday, kechqurun qanday bo'ladi? Kunduzi asosan bo'y uzayib, kechqurun bo'yning pasayib qolishi. Asosan, demak, suyuqlik shimilib oladi. Uyg'oqlik paytida esa suyuqlik asta-sekin ajralib chiqadi. Bu demak umurtqalar aro diskka bog'liq. Bu bo'y farqi 2 cm-gacha bo'lishi mumkin ekan. Umurtqalar aro diskning yadro qismi asosan siqilmaydigan suyuqlikdan tashkil topgan bo'lib, xuddi shariksimon podshipnik, ya'ni ball bearing kabi harakat qiladi. Ya'ni sharik holatda. Ligamentum interarticulia, ya'ni atamasi sariq bo'ylamlar, ligamentum flava uchun eskirgan atama hisoblanadi. Demak, bizda aholining ko'p qismida peshona choki, ya'ni sutura frontalis 2 yoshga kelib suyaklanib bitadi. Peshona choki mana bu yerda bo'ladi. Rasmda ko'rsak,
Biroq 5-8% bu bitmay qolishi mumkin. Ya'ni sutura metobika saqlanib qoladi. Bunday shaxslarda g'ayritabiiy bo'lishi mumkin peshonalari. Hop, lateral pulsiya, medial pulsiya bor. Chaynash vaqtida pastki jag'ning lateral harakatlari uchun ishlatiladigan atamalardir. Lateral pulsiya bu chaynash paytida pastki jag'ning yon tomonga harakati. Bu lateral qanotsimon mushak musculus pterygoides lateralisning bir tomonlama ishlashi natijasida yuzaga keladi. Medial pulsiya esa o'rta holatga qaytish harakati hisoblanadi. Hop, atlant ensa bo'g'imi, artikulata atlanta occipitalis boshni egishda nodding yuzaga keladigan oldinga fleksiyo, orqaga ekstenziyo harakatlariga imkon beradi. O'rta atlanta o'qi, ya'ni artikulata atlanta occipitalis mediani esa boshni chayqashda keladigan aylanma harakat, rotatsiya harakatga imkon beradi. Radial tosh qovurg'a boylamlari, ligamentum sternocostalis radialis. Qovurg'alarning perixondriyasidan tosh suyagining periostiga tomon cho'zilib, qarim-qarshi tomondan radial tosh qovurg'a boylamlari tolalari bilan qo'shiladi. Tosh pardasini, membrana sternini hosil qiladi. Qovurg'a ko'ndalang teshik, ya'ni foramen casta transversarium teshigi, qovurg'a bo'yni va umurtqalarning ko'ndalang o'simtasi o'rtasidagi bo'shliq space hisoblanadi. Uning ichida qovurg'a ko'ndalang boylami ligamentum costa transversarium joylashgan bo'ladi. Alohida umurtqalarning aylanma harakatlarini torsiya degani aylanma harakat degani. Biroq butun umurtqa pog'onasi aylanganda bu torsiya deb ataladi. Torsiyon harakatlarida umurtqa segmentlari bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanishi talab etiladi. Qovurg'a bigissimon boylamlari mana bu yerda joylashgan. Ligamentum costa kyphoidea 6 va 7 qovurg'a tog'aylarining tosh suyagining bigissimon o'simtasiga tomon cho'zilishi. Ana endi klinik ahamiyat. Temporomandibulyar bo'g'im, artikulata temporomandibularis kasalliklari chakka sohasida og'riq keltirib chiqaradi. Ya'ni mana shu yerda. Shuning uchun bu sohada paydo bo'lgan bir tomonlama bosh og'rig'iga unilateral headache deyiladi. Bemorlarda temporomandibulyar bo'g'imni tekshirish muhim hisoblanadi bunaqa paytda. Lateral qanotsimon mushaklar, musculus pterygoides lateralis bo'g'im diskining siljishiga va cheklanishiga to'sqinlik qiladi. To'g'ridan-to'g'ri kapsula orqali bo'g'im diskiga kirib turar ekan. Umurtqa diski churrasi, ya'ni asosan tolali halqa va yadro pulpozus yoriq orqali bo'rtib chiqqanda yuzaga kelishi mumkin. Mana e'tibor beryapmiz, disklarning mana shunday bo'rtib chiqishi natijasida churra hosil qilgan disk orqa miya nerv ildizlariga bosim o'tkazishi, radikulopatiya, nerv ildizi kasalligiga sabab bo'lishi mumkin. Batafsil ma'lumot esa periferik nerv sistemasi bobiga qarashingiz mumkin. Kostoxondrit, qovurg'a tog'aylarining yallig'lanishi, ko'krak qafasidagi og'riqning keng tarqalgan sabablaridan biri bo'lib, o'tkir koronar sindrom taqlid qilishi mumkin. O'tkir koronar sindromni qarang. O'tkir koronar sindromda ham xuddi mana shu qovurg'alarda og'riq bo'ladi. Ya'ni u bilan farqlash lozim. Kostoxondritda esa qovurg'a tog'aylarida yallig'lanish natijasida yuzaga keladigan og'riq bo'ladi. Yoki bo'lmasam nevralgiyalarda ham qovurg'a bo'ylab og'riqlar kuzatilishi ham mumkin. Qovurg'a cheklanishi rib restriction deb ataladi. Odatda nafas olish harakatlari bilan kuchayadigan og'riqni keltirib chiqaradi. Ya'ni nafas olgan paytda, inspiratsiya qilgan paytda og'riq yuzaga keladi. Sizlar bilan sindesmologiyaning 2-mavzusini tugatdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi bobini kutib qoling.